Ana aka. Nima deysiz? Yaxshi. Aka yaxshi taklif berdi. Lekin kamerasi ham bor. Oching. Siz nima mashina oldingiz aka? Gentra olganlar. Bularniki ham stoymi deyman. Katta katta bolalar. Yo'q, Plisa. Aka, xonadoningizga bir qanaqadir bir yengillikda bu ham bu sizga sovg'a. Tamam. Yana kim bor? Meni onam. Endi choshlarni oling ona. Onam cho'ta onam hozir sovg'ani yutdim deb o'ylayapti. Lekin yutsa onamga emas. Bo'lsa shu onamga emas. Ana bismillah. Bor. Qirg'izistonlik televizor. 10x oldingiz, oching endi. Omadingizni bersin. Bunda qo'yib yuboring. Ya yutdilar. Omadingizni bersin. Mikrofonni olib keldi. Yana kim edi? Yana kim? Endi kim? Ikkita sovg'a shunda, to'g'rimi? Ikkita sovg'amiz. Qani ketdi. Yo'q, qog'oz. Qani bismillah. Yasharsa. Akamizga yasharsa qabul bo'lmaz. Endi bitta iltimos. Hali bosh YouTube chiqmaganlar alohida bo'lib turingizlar. Qani akam? Qani ketdi. Ikkita mashina olganlar. Chiqdimi deyman-da. Ikkita qani? Endi uchta qoldi. Uchta qoldi. Eng qizil joy. Ikkalariga taklif berdim, hurmatli ko'rdimsizlar. Men prosta taklif berdim. Lekin faqat premyerda bo'ladi. Bo'ldi, tamam. Aka tanlayga. Pustay chiqmasa borga. Omadini bersin. Qani? Aka Yurtni ochib bersin. Ochib bersin. Aka yordam berdi. Taklif yana shu. 100 dollar pul.